Furqat aka, mijozlarimiz bu hujayra darajasidagi davolash metodikasi haqida har xil tasavvurga ega ekan. Bu bordim klinikalaringga faqat bitta ukolmi, shuni o'zi bilan yaxshi bo'lib ketamanmi? Men qancha joyga borib shifo topa olmagan edim, umuman boshqacha tasavvur qilgan edim degan shu bemorimizga qanday bir inson keldi. Shunchalik beli og'riyotibdi. Balki yurishga holi yo'q. Og'riq zo'r. Biz muolaja o'tkazdik-da, aytayapti. Endi mana muolajadan keyin birdaniga massajga borsam bo'ladimi degan savol bilan chiqyapti. Endi qarang. Agar o'sha endi vaspogenskiy qildim, massajga jo'natsa, u qo'li bilan ezib turib nima qilganda yana o'sha og'riqni kuchaytirib yubormaydimi? Biz qiladigan imенно muolajalar insonning 14 ta sistemasini yo'lga qo'yib beradi. 80% holatda bizda shu inyeksiyani orqasida insonlardagi o'sha 14 ta sistema korreksiyaga bo'ladida, shu korreksiya orqali qolgan tana a'zolarini ham nima deydi, funksiyasini to'liq ishga tushirib berib oladi. agar ko'rsatma bo'ladigan bo'lsa, bizni hujayra darajasidagi inyeksiyon muolajamizga qo'shimcha boshqa muolajalar ham o'tkaziladi. Lekin mana shu muolajamizni o'zi, demak, sizni sog'lig'ingizni tiklashga yetarli hisoblanadi.